Aziz mutabiin, bugun sizlar bilan Xudo xolasa arab tilidagi bir mashhur qoida bilan tanishamiz. U ham izofa qoidasi. Bu qoida asosan nahvda ishlatiladi, arab tili grammatikasida talaffuz qilinadi. Bu qoidani o'zbekchalab tushuntiradigan bo'lsam, aniqlash qoidasi yoki aniqlanuvchi va aniqlovchi qoidasi hisoblanadi. Hop, o'zbek tilida bu narsani ning qo'shimchasi bilan ifodalaymiz. Misol uchun Muhammadning kitobi, Saidning qalami, Fotimaning mashinasi desak, aynan xuddi shu uslub arab tilida ham bor va bu qoidani arab tilidagi tarjimasi o'zbek tilidan sal farq qiladi. Qaysi ma'noda? O'zbek tilida birinchi o'chiritda o'sha aniqlayotgan shaxs bilan boshlaysiz. Misol uchun Muhammadning kitobi. Arab tilida gap kim haqida ketyapti, aynan o'shan bilan boshlang. Misol uchun Muhammadning kitobida sizga Muhammad kerakmi, kitob kerakmi? Kitob to'g'risida ketyaptimi? Aynan shundan boshlaysiz. Ana undan keyin Muhammadni berasiz. Kitabu Muhammadin deb berasiz. Yana bitta bu qoidaning yana bir shartlaridan biri, birinchi so'z noaniq shaklda keladi. Noaniq shaklda deganda, bilasiz, al artikli arab tilida aniqlaydi. O'shaning uchun noaniq uslubda bering. Alsiz bering. Hop, yoki boshqa qanaqadir qo'shimchalarsiz bering. Hop, endi ikkinchi qoidalardan biri, ikkinchi shartlaridan biri, aniqlayotgan so'zni tegiga kasra i harakatini bering. Misol uchun kitabu Muhammadin dedim-a, Muhammadning kitobi. O'zbek tilidagi ning qo'shimchasi qo'shilayotgan so'zga arab tilida kasra berib qo'ying. Kitabu Muhammadin deb aynan shu joyga e'tibor bering. Yoki boshqa misol beradigan bo'lsam, Saidning qalami dedim-a, qalamidan boshlaysiz, chunki sizga qalam kerak, Said emas, qalamu sayyidin deysiz. Yoki Fotimaning mashinasi dedim. Mashina so'zi arabchalab misol uchun sayyara so'zi bo'lsa, sayyaratu Fatima deysizda, Fatimani tegiga kasra berasiz. Yana bir eslatma, Fatima so'zi albatta kasra qabul qilmaydigan lug'atlardan. Shuning uchun ham qoidadan chiqqan shunga o'xshagan so'zlar bor. Bu qoidadan chiqqan so'zlarni mamnu' minas sarf qoidalarida batafsil o'tasiz, lekin o'zi umumiy qolipi shu shaklda keladi. Xo'p, va izofa zanjiri degan narsa bor. Izofa zanjiri ning qo'shimchasi 3 ta 4 ta yonma-yon kelishi mumkin. Bu o'zbek tilida ham bor. Misol uchun, mashinaning, eshigining, derazasining, oynasi. Xuddi shu shakl arab tilida ham mavjud va qaysi tartibda beraman? Boygidagi gap nima haqida ketayotgan bo'lsa, ana o'shandan boshlang. Tartibini keyin undan keyingi so'z, undan keyingi so'z, undan keyingi so'z bilan beraverasiz. Birinchi so'zning harakati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, undan keyingi so'zlarning harakati hamisha kasra i bo'ladi. Buning ham sababi ning qo'shimchasi o'zbek tilida kirgani uchun. Misol uchun, xonaning, eshigining derazasi deng yoki tokchasi deng. Shu uslubda aytayotganingizda arab tiliga o'giraylik. Derazadan olaylik. Oldin misol uchun eshiklarning derazasi bo'lgan deb faraz qiladigan bo'lsak, nafizatu, mana bu noaniq shaklda keldi. Eshikni qo'shamiz, babi i bilan berdik. Keyin xonaning g'urfati deb talaffuz qildingiz. Keyin al-bayti dedingiz, ya'ni uyning, xonasining deb. Shu uslubda izofa zanjiri ko'payib boraveradi. U shart emas, ikkita lug'at, ikkita so'zdan iborat bo'lishi, undan ko'p bo'lishi mumkin. Birinchi so'z noaniq shaklda, qolgani aniq shaklda, aniq uslubda kasra bilan keladi. Bu qoida aynan shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda keyingi qoidalarni nasib bo'lsa o'rganamiz. Kuzatib borishda davom eting.